Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay bu yil Şərq Türkistanğa 3 milyon adam qaytımdan artıq chegaradan kirgan chiqqanlarni tekshirgan. Xitayning rasmiy tashviqot vositalaridan Tangridog to'rining xabarida bildirilishicha, atalmish Xinjiang chegaradan kirish-chiqish chegara mudofaa tekshirish organi bayonot e'lon qilib, bu yil 3 milyon 200 mingdan ortiq odam qaytim chegaradan kirgan chiqqanlarni tekshirganligini bildirgan. Aytilishicha, butun Sharq Turkistondagi chegaradan kirish-chiqish chegara mudofaa tekshirish organlari jami 3 milyon 236 ming odam qaytim chegaradan kirgan chiqqanlarni tekshirgan. Tekshirib o'tkazgan qatnash transport vositalari 1 milyon 236 ming avtomobil, poyezd, aeroplan qaytim bo'lib, bulturga o'xshash mazgildagidan ayrim holda 37,3% va 20,8% oshgan. Atalmish Xinjiang chegaradan kirish-chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punktining statistikalik sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Urumchi Tangridog xalqaro aeroporti, G'ulja Osiyo chegara eg'izi hamda Erkashtam, To'rg'at, Baqtu, Do'lata, Qarasuv, Qo'njirab, Ulastay qatorliq 9 chegara eg'izida tekshirgan chegaradan kirgan chiqqanlar soni 2024-yildagi umumiy miqdordan eshib ketgan. Urumchi Tangridog xalqaro aeroporti, G'ulja Osiyo chegara eg'izi hamda Qo'rg'as, To'rg'at, Erkashtam, Qarasuv, Do'lata, Tumirtam, Ulastay qatorliq 9 chegara eg'izida chegaradan kirgan chiqqanlar soni qatnash qurollarining sonida bulturga o'xshash mazgildagidan qo'sh eshish ko'rilgan. Xitoy Qozog'iston Qo'rg'as xalqaro chegara hamkorlik markaziga kirgan chiqqanlar 7 milyon 839 ming odam qaytim bo'lib, bulturga o'xshash mazgildagidan 49,9% oshgan. Sijil eshiyotgan chegara halqigan xodimlarning berish kelishi oldida atalmish Xinjiang chegaradan kirish-chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti butun Sharq Turkistondagi sirtqi echib etilgan 18 chegara eg'izida bir qator ko'p xillashgan tadbirlarni yo'lga qo'ygan bo'lib, bu oldin kelishib tamojnadan o'tkazish, vaqt uzartib tamojnadan o'tkazish, bir balvoq bir yo'l maxsus yo'li hamda yezi egilik qo'shimcha mahsulotlari, energiya, qazilma boyliq, turmush buyumlariga qaratilgan turlarni ko'paytib, Sharq Turkistonning turli boyliqlarini to'xtovsiz bulang-talang qilish va majburiy emgak mahsulotlarini tu'ish liniyalarini ko'paytgan. Shuning bilan birga soqchi kuchini ko'paytib avatish, xizmat taqsimotini a'lolashtirish, fan texnika orqali quvvat qo'shishni kuchaytirish qatorliq tadbirlar orqali tamojnani unumli boshqarish, tizginlash maqsadi ishga oshirilgan. Trump Xitoyga qo'yilgan tamojna bejini 155% ga ko'tardi. Amerika prezidenti Donald Trump 1 noyabrdan boshlab Xitoyga qarata yo'l qo'yilgan qo'shimcha tamojna bejining 155% ga ko'tarilganligini e'lon qildi va Xitoy uchun yuqori nisbatlik bajning ko'tarib bo'lolmaydigan ish ekanligini bayon qildi. Sabah gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Trump 1 noyabrdan boshlab Xitoyga 155% qo'shimcha tamojna beji qo'llanilganligini aytib, yuqori bajning Xitoy iqtisodi uchun davomlashtirishga bo'lmaydigan ish ekanligini, bu chorani Amerika iqtisodini qo'g'dash maqsadida yo'lga qo'yganligini bayon qilgan. Oldingi kuni Amerika prezidenti Donald Trump bilan Avstraliya bosh ministri Antoni Albanese Xitoyning siyrak to'pi monopolligiga qarshi kelishim imzolagandan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Trump axborot vositalarining Xitoy to'g'risidagi savollarga javob berib, Xitoyning o'zlariga intayin hurmat bilan muomala qilayotganligini va tamojna beji sifatida nihoyat zo'r miqdorda pul to'laganligini, Xi Jinping bilan Janubiy Koreyada ko'rishadiganligini bayon qilib, nimalarni qila oladiganligimizga qaraymiz degan edi. U so'zda yana meningcha bir kelishim tuzalaymiz. Ular bizni siyrak to'pi bilan qo'rqitdi. Menmi ularni boj bilan qo'rqitdim. Ammo ularni yana nurg'un boshqa narsalar bilan qo'rqita olayman. Masalan, aeroplanlar bilan. Chunki ular o'z aeroplanlari uchun zapchas topolmayotdi degan edi. Trump bu so'zni qilish bilan birga yana mazkur ko'rishishning hech amalga oshmaslik ehtimolligining borligiga ishorat qilgan.
siyrak to'pi materiallari, davlat mudofaa uskunalari, o'zak, avtomobil qatorliq hal qilg'uch sohalarda kam bo'lsa bo'lmaydigan material hisoblandi. Navbatda Xitoy butun dunyodagi siyrak to'pi qazish miqdorining 70%ni, siyrak to'pi pishiqlab ishlashning 90%ni egallagan bo'lib, buni boshqa davlatlarga besim tushirish, o'ch elish koziri sifatida ishlatmoqda. Xitoy bilan Avstraliyaning harbiy aeroplanlari orasida surkilish yuz berdi. Avstraliyaning bir razvedka aeroplani Janubiy dengiz havo bo'shlig'ida Xitoy urush aeroplanining to'sqinligiga uchradi. Ikki taraf bir-birini qudratqulluq qilish va qonunsiz harakat qilish bilan aybladi. Avstraliya taraf yakshanba kuni Xitoy urush aeroplanining Janubiy Xitoy dengizi ustida chorlash vazifasini o'tayotgan Poseidon razvedka aeroplaniga xatarlik darajada yaqinlashib, signal portlatquchi etib, aeroplan xodimlarining hayotini xavfga uchratganligini bildirdi. Buningga qarata Xitoy armiyasi dushanba kuni bayonot e'lon qilib, Avstraliya aeroplanining Paracel taqim orollari ustidagi Xitoy havo tavalligiga qonunsiz besib kirganligini, buningga javoban bir qator unumli qarshi tadbirlarni qo'llanganligini da'vo qildi. Osiyodagi talash tortishi kunsiri kuchayayotgan havo bo'shlig'i va dengiz liniyalarida Xitoy bilan Avstraliya o'rtasida bu xildagi surkilishlar ilgari yuz bergan edi. Xitoy Mudofaa ministrligi bayonotchisi Jiang Bin mazkur havo voqeasida Xitoyning xatarlik harakatlar bilan butunlay asossiz ayblaganligini bildirib, bu ayblash butunlay to'qilma. Biz Avstraliyani tajovuzchilik, qudratqulluq va voqeani cho'ngaytib o'tish harakatlarini darhol to'xtatishga chaqiramiz deb jar soldi. U yana Xitoy armiyasining davlatning egilik huquqini qat'iy qo'g'dash uchun zarur tadbirlarni davomli qo'llanadiganligini aytib tahdid soldi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.